Ko'chadan pizza sotib olib yeyishni bas qiling, chunki men sizga uy sharoitida eng ideal o'xshab chiqadigan pizza retseptini qoldiraman. Iliq sutimizga tuz, dro'jji, shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan elangan unimizni solib, qo'lga yopishadigan xuddi videoda ko'rsatilgandek o'ta yumshoq xamir qorib olamiz. Yumshoq xamir ustidan uyingizda bo'lsa zaytun yog'i, bo'lmasa oddiygina o'simlik yog'ini solib, yaxshilab xamirga yedirib olamiz va oshirish uchun olib qo'yamiz. Taxminan yarim soat oshgan xamirimizni qo'limizni yog'lab, xuddi videoda ko'rsatilgandek bitta joyga yig'ib olamiz va yana oshirish uchun yarim soatga olib qo'yamiz. Umumiy hisobda 2 marta oshirilgan xamirimizni teng 2 bo'lakka bo'lib, manniy kurpa yordamida xuddi videoda ko'rsatilgandek faqatgina qo'limiz yordamida yoyib olamiz. Ko'chadagi pizza xamirlaridan qolishmaydigan bu xamir uchun eng asosiy qoida yaxshilab xamirimizni havoga to'yintirib oshirishimiz va xamirni juda ham yumshoqqina qilib qorib olishimiz. Yoyilgan xamir ustidan men oddiygina ketchup surib chiqdim. Yaxshi eriydigan mozzarella sirimizdan ko'pgina sepamiz va xohlagan nachinkamizdan foydalanamiz. Pizza xamir idealni o'xshab chiqishini yana bir oltin qoidasi: pizza xamirimizni pergament ustida yoyamiz va gazimizni ichidagi setkaning ustida pishirib olamiz. Eng baland gradusda. Shunda pizzamizni tellari qarsildoq, ichlari esa yumshoqqina bo'lib chiqadi. Ko'chani pizzasidan million marta mazali bo'ladi. Tezda bu videoni saqlab oling va pizzaxo'r do'stingizga jo'natib qo'ying. Yoqimli ishtaha!